Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdirashid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kundalik xabarlar programmamızın təfsilatı bolsun. 24 avqust günü Amerika Tashqi ishlar ministerligi Xitoy Xalq Cumhuriyatining xalqaroning Şinjanğa bo'lgan ko'z qarashlarini kontrol qilishdagi urinishlari nomli bir parcha doklad e'lon qildi. Dokladda Tashqi ishlar ministerligi Xitoyning Sharq Turkiston to'g'risidagi uchurlarni kontrol qilishdagi turli usullari bir-birlab o'ttirib qo'yilgan bo'lib, xalqaroning Xitoyning uchur kontrolligidan ogohlantirgan. Mazkur dokladda o'ttirib qo'yilgan Xitoyning uchur kontrol qilish taktiklarining biri tordashlarning Beijingning qarorlariga zid mazmunlarni ziyorat qilishini cheklash va shuning bilan bir vaqtda torda Xitoy hukumatining siyosatini qo'llashni tashabbus qilgan mazmunlarni saxta hisobotlar orqali ko'plab tarqitib, haqiqiy uchurlarni saxta uchurlar orqali ko'maytishdir. Buningda Xitoyning tor dunyosi orqali chegara halqib, Xitoy hukumati haqidagi o'zlari yoqtirmaydigan har qanday fikrni jimiqtirish qurinayotganligini ko'rsatgan. Dokladda yana Xitoyning Uyg'urlarga va rayondagi boshqa millatlarga qarta elib berilayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoiy qilmishlarni oshkorlaydigan muhim manbalarni inovatsiz qilishga kuchayotganligi alohida eskartilgan. Ijtimoiy taratqularda Xitoy hukumatining Uyg'urlarni bostirish siyosatini tanqid qilgan hisobotlarga parokanchilik sedayotganligiga diqqat tortgan. Tanqidni burmalashda whataboutism yana boshqa davlatlarning tarixdagi xatoliklarni suiiste'mol qilish orqali o'zining jinoyatini yepishga uringanligini eskartgan. Mazkur doklad nihoyat ko'p axborot manbalarini asos qilgan bo'lib, Xitoyning xalqaro axborot vositalari, shaxsiy ijtimoiy taratquv kanallari va saxta hisobotlardan foydalanib, Sharq Turkiston haqida tashviqot xarakterli uchurlarni ko'plab tarqatayotganligini, shu orqali Amerikaning Uyg'ur irqiy qirg'inchilik haqidagi qarorini inkor qilishga urinayotganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy hukumati izchil Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini inkor qilib kelgan. Ular dunyo Uyg'ur qurultiyiga o'xshash Uyg'ur tashkilotlari, Dr. Adrian Tsenskga o'xshash tadqiqotchilarning Xitoyning Uyg'urlar qaratgan bostirishlari haqida xalqaroga oshkorlangan uchurlari va dokladlarni yolg'onga chiqarishga uringan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dolqin Ayso mazkur dokladning e'lon qilinganlik munosabati bilan matbuotlar qilgan so'zida mundaq deb ko'rsatdi. Xitoy izchil manga o'xshash Uyg'ur siyosiy faoliyatchilarini jimiqtirish uchun har vaqt vositalarni qo'llanib keldi. Amerika Tashqi ishlar ministerligining bu dokladni Xitoyning abdibashirsini oshkorlaydigan va Xitoyning yolg'on safsatlarga berilgan kuchli bir raddiyadir. Bu dokladni Tashqi ishlar ministerligining Yer shari aloqalash markazi birlashib o'ttirib qo'ygan bo'lib, ma'lum bo'lishicha, ular yaqinda Xitoy va Rossiyaning davlat qo'llagan saxta uchur tashviqotiga bo'lgan diqqatni kuchaytgan. Mazkur dokladda o'ttirib qo'ygan Xitoyning tor orqali davlat xalqigan bostirishi, ya'ni xalqaro ijtimoiy taratquv vositalarida saxta hisobot echish orqali tor hujum ilib berishi tilga ilingan. YouTube va Twitter ayrim holda 2018 va 2020 yillarda davlatga bog'langan hisobotlarga belgi qo'yishga boshlagan va bir qancha qatim Xitoy hukumati bilan munosabati bor deb gumon qilgan bir qancha avtomatik saxta hisobotning o'chirilganligini e'lon qilgan edi. Bu yil 6-oyning 21-kundan e'tiboran Prezident Bayden hukumati tarafidan ma'qullangan Uyg'ur majburiy emgikining oldini olish qonuni Amerikada rasmiy ijro qilinishga boshlangandan buyon Xitoydan kelgan ko'plagan mahsulotlar, bo'lib paxta mahsulotlari Amerika tamojnasida tutib qilingan. Bu sababdan Xitoy shirkatlari og'ir darajada patparoqchilikka tushgan edi. Buningga qarshi Xitoy shirkatlari yangi tadbirlarni qo'llanishga boshlagan. Ular Uyg'urlarni majburiy emgak silish orqali ishlab chiqargan bir qism mahsulotlarni, bu xil mahsulotlarni cheklash haqida aniq belgilanmalar mavjud bo'lmagan Yevropa bozori, shuningdek Yaponiya va Avstraliyaga o'xshash joylarga eksport qilib, ondan bu joylardan Amerika bozoriga yo'llashga boshlagan. Amerika Tashqi ishlar ministerligining yordamchi ministri, Demokratiya, Kishilik huquq va emgak komitetining mas'uli Michael Posner bu munosabat bilan 23 avgust kuni Amerika ovozi bilan elib borgan suhbatida qilgan so'zida, mush xildagi majburiy emgakni cheklash qonunining Amerika tavasida mavjud bo'lishining bu hodisalarni cheklashga kifoya qilmaydiganligini, bu xildagi qonunning boshqa munosabatli davlatlarda o'ttirg'i chiqishni amalga oshirishning hozir muhim vazifalarning biri ekanligini ta'kidlab o'tdi. Michael Posnerning qarashicha, bundaq ahvolda Amerika hukumati Uyg'ur majburiy emgak masalasida texmi amaliy va unumli bo'lgan ba'zi ishlarni qilishi tamoman mumkin ekan. Buning biri Amerika hukumati o'z ittifoqdoshlarini shu xil qonun loyihasini ma'qullashga rag'batlantirishi lozim ekan. İkincisi, Birleşken Devletler Teşkilatı, Xalqaro Emgak Teşkilatı qatorli xalqaro tashkilotlarning kollektiv tirishchanligini amalga oshirish bek muhim ekan. Bu nuqtani allaqachon to'nib yetgan Xitoy hukumati xalqaro tashkilotlarni indekka keltirishning yo'llarini echish bilan aldirash bo'lmoqda ekan. Uchinchisi, Sharq Turkistondagi majburiy emgakka bog'lanishli shirkatlar masalasi muhim o'rinni egallaydi ekan. Xitoy hukumati o'tgan bir necha yilda Uyg'urlarning majburiy emgakini ayiblagan bir necha shirkatni jazolash va o'xshamagan shakllarda hujum qilish orqali necha o'nlagan boshqa shirkatlarga ibrat qilish usulini qo'llanib kelgan. Shunga shirkatlarning bu jihatdagi boshqa timchiligini hal qilishmi zo'r mushkulotlarning biri ekan.
Axios Tour'da e'lon qilingan bir maqolada bildirilishicha, Xitoy doktorlari hech qanday qonun, rasmiyat va kasbiy mashg'ulot tartibiga rioya qilmaydigan qassoblar bo'lib, mingsi o'lmagan odamning ish organlarini elish va ko'chirish ishlarini xohlagancha ilib bordi ekan. Bu maqolada 1980-yildan 2015-yilgacha Xitoyning meditsina jurnallarida e'lon qilingan 71 parcha maqolani tekshirib analiz qilish dokladidagi ma'lumotlar berilgan. Uningda ko'rsatilishicha, Xitoy doktorlari ming o'limini jazmlashtirish o'lchamiga rioya qilmaydi ekan. Yani ular bir adamning mingsi o'lmagan ahvoldami uning ish organlarini sug'urib oldi ekan. Mazkur dokladning avtorlaridan biri Isroiliya Tel Aviv meditsina markazi yurak ko'chirish operatsiya bo'limining mudiri Yakob Lavi mundaq degan. Bu shuni ko'rsatadiki, ularning avval o'ylaydigani ish organ sodisi. Ular insonga ziyonkashlik qilmaymiz deydigan aqalli tibbiy qoidaga amal qilmaydi. Maqolada ko'rsatilishicha, necha 10 yildan beri Xitoy hukumati o'limga hukm qilingan mahbuslarning ish organlarini elib olishga yo'l qo'yib kelgan bo'lib, buningda Uyg'ur mahbuslar asosli salmoqni egallaydi. Bu insonlik va tibbiy axloq jihatdan qabul qilg'usiz vahshiylik bo'lib, jini har qancha arzimas bo'lib ketgan odamning o'zining ishki organlarini taqdim qilish qilmaslikni qaror qilish huquqi bo'ldi ekan. Amerikadagi tonilgan tadqiqotchi va obzorchi Verliman Shanxaydagi bir Xitoy ayolining videosini misol ko'rsatib, 37 nafar Saudiya Arabistonlik bemorga Sharq Turkistondan keltirilgan halol organning ko'chirilganligini, demak, lagerdagi Uyg'ur tutqunlarining texmi keng ko'lamda organ tijoratiga qurbon qilinayotganligini o'ttirib qo'ygan edi. Reuters agentligining xabar qilishicha, 23 avgust kuni Amerika Savdo ministrligi davlat bexatarligini ko'zda tutib, Xitoyning olam qatnash sohasiga mansub 7 tadqiqot organining qora tizimlikka olganligini e'lon qilgan. Amerika Savdo ministrligi Xitoyning bu 7 harbiy tadqiqot markazining Amerikadan olgan texnik mahsulotlardan foydalanib, Xitoyning harbiy jihatdan zamonaviylashish qurilishiga yordam berayotganligini bildirgan. Amerika Savdo ministrligi e'lon qilgan uqtirishida yana Amerikadagi savdo sohasini Amerika Savdo ministrligi tarkibidagi savdo va bexatarlik idorasining ruxsatini olmay turib qora tizimlikka kirgizilgan Xitoy tadqiqot o'rinlariga mal sotmaslik haqida ogohlantirgan. Xabarda ko'rsatilishicha, qora tizimlikka kirgizilgan tadqiqot o'rinlarining hammasi Xitoyning 10 cho'ng harbiy sanoat gavdasiga mansub bo'lib, ular Xitoy hokimiyatining bevosita boshqarishi va iqtisodiy yordam bilan Xitoyning davlat mudofaa qurilishiga munosabatli zo'r turlar bo'yicha tadqiqot va ishlab chiqarish ilib berib, Xitoy armiyasini zamonaviy qurollar bilan ta'minlab kelgan ekan. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kundalik xabarlar programmasini sunduq. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishayli. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.